peshonamizga yozilgani bo'ladi. Xo'p, mayli, shuncha vaqt kutganinglar uchun rahmat. Takje boshidan tushuntiraman. Men zapisni ham shu yerdan qo'yaman YouTube'ga. Lekin xo'p, boshladik unda. Assalomu alaykum, hormanglar. Bugungi bo'lib o'tadigan biz endi qaytadan boshladiz deb o'ylabmiz. Yo'q. Assalomu alaykum, hormanglar. Xullas, hozir bizga o'tadigan vebinarimiz tradingga kirish mavzusida bo'ladi. Avvalo uzr, men qancha gaplarni gapirdim, madorlarni tushuntirib tashladim hozirlarga. Mikrofonim o'chiq ekan. Uzr. Bu uchun efir o'chgan paytda bu o'chib qolgan. Xo'p, endi hozir sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzumiz tradingni boshlash bo'yicha bo'ladi, lekin professionallik holatda bo'lmaydi. Men shunaqangi planirovka qildim. Bitta vebinarda men shuncha narsani tushuntirgandan ko'ra, har 15 kunda shunaqangi jonli efir prezentatsiya va vebinar qilib, sizlarga ko'proq sizlar bilan aloqada bo'lganim yaxshi deb o'yladim. Shuning uchun buni ma'lum bir strategiyaga solib bo'lib oldim. Bugun boshlang'ich qismini ko'rib chiqamiz. Yo'nalish tanlash bo'yicha, boshqa narsalar bo'yicha, undan keyin sizlar bilan keyingi vebinarlarda keyingi qismlarga o'tamiz. Ya'ni bu yerda hozir 0 insonlar uchun bo'ladi vebinar. Undan vebinar oxirrog'ida bozor tahlili bo'ladi. Takje savdolar bo'yicha savol-javoblarni hammasini ko'rib chiqamiz. Keyingi vebinarlarda sizlar bilan chuqurroq mavzularni gaplashamiz. Savdolar bo'yicha, boshqa narsalar bo'yicha. Xo'p. Unda boshladik. O'rtacha avvalgi qism bizada ekranni ham tekshirib olaylik. Ekran bor menimcha. Ekran ham yo'q. Xo'p, uzr, bu ham o'chgan. Endichi bitta ko'rib oringlar. Bo'ldi, rahmat. Men bor-ku, bundan oldin boshlaganimda o'sha hamma narsani tayyorlab qo'yganimda, internet bitta uzildi, Wi-Fi o'chdi. Men sразу kirib, prямо ovozni ham tekshirmasdan boshlavorman. Xo'p, bugungi mavzumiz, ko'rib chiqadigan mavzumiz halol investitsiya va tradingga kirish, ya'ni boshlang'ich holatni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Umuman noldan boshlaymiz sizlarga. Unda boshladik. Bozor tushunchasidan boshlaymiz. Umuman olganda, birja nima? Ya'ni biz savdo qiladigan joy nima? Birja bu oddiy bozor. Oddiy deganda prosta обычный bozor, lekin bu yerda tovari boshqa. Ya'ni biz o'zimizning ko'chadagi bozorlarimizda sizlar bilan qilishimiz mumkin. Odatiy bozorlarda misol uchun qanaqadir meva-cheva bo'lishi mumkin, xom ashyo, tovar bo'lishi mumkin, telefon, aksessuar bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash narsalarni savdo qilamiz. Bu mana rasmni keltirib qo'yganman. Lekin birjada bo'ladigan bo'lsa, biz moliyaviy tovarlar bilan savdo qilamiz. Birja bu markazlashgan tizim. Bu yerda hammasi sinxronlashtirilgan, kapitalistlarning juda yuqori, ya'ni xavfsizlik darajasi yuqori. Bu yerda hech kim sizni aldolmaydi. Misol uchun kompaniya aksiyalari bilan savdo qilasizmi, boshqa narsalar bilan savdo qilasizmi, juda ham bu yerda xavfsizlik yuqori. Bundan umuman xavotirlanmasanglar bo'ladi. Ya'ni ertadanki pullaringiz yo'q qolishi, boshqa narsalarga umuman u narsani o'ylashingiz ham shart emas. Bu sabablarni tushuntirib ketaman. Legrovkasi, takji boshqa narsalarni sizlarga. Xo'p, endi birjada biz savdo qilishimiz mumkin ko'p tovarlar bilan. Birjadagi 3 xil asosiy 3 ta asosiy yo'nalish bor. Bu birinchisi fond birjasi. Bu yerda aksiyalar va obligatsiyalar bilan savdo qilinadi. Aksiya tushunchasini ko'pchilik biladi va hozir yana bir tushuntirib ketaman. Fond birjasida aksiyalar bilan spot kontraktda savdo qiladigan bo'lsangiz, joiz yo'llarda savdo qilib ishlashingiz mumkin. Lekin obligatsiyalar bilan savdo qilib bo'lmaydi va aksiyalar bilan siz contract for difference, ya'ni CFD'da ishlay olmaysiz. Bizda endi aksiya yo'nalishi mavjud. Hozir bunga qaytamiz. Hozir to'xtab turamiz, lekin aksiyani tanladik biz. Kriptovalyutalar bilan ham savdo qilish mumkin birjada, lekin bunda joiz holatda emas. Ya'ni 100% joiz holatda emas. Sababi kriptovalyuta umuman olganda joiz narsa, halol narsa, lekin bunda savdo qilishi O'zbekiston musulmonlar idorasi joiz emagan. Sababini aytaman. O'zbekistonda hali pul sifatida tan olinmagan valyuta bo'lganligi uchun.
va elektronniy bo'lganligi uchun hali O'zbekistonda bu tan olinmagan qonuniy sifatida. Orasida endi bir ikki ixtiloflar bor deyshadi. Endi baribir bu narsaning kelajagi bor. Qachondir bu ham joiz bo'ladi deb o'ylayman, chunki davlatimiz ancha rivojlanyapti, boshqa narsalar bo'lyapti. Balki hozir savdo qilmasdan turishni tavsiya qilaman kriptovalyutalar bilan. Umuman olganda nojoiz narsa emas. Prosta ixtilofli masala deb ko'rishadi. Xo'p, yana bir yozib olinglar. Yaxshi eshityapsizlarmi, tushunyapsizlarmi? Men tushuntirishim yoqyaptimi sizlarga yo'q qanaqadir boshqacha bir variantda tushuntiraymi sizlarga. Men realni qanaqadir marketing boshqa yo'q. Men webinar qilishimdan maqsad kursam sotish, boshqa narsa ham qilish emas-da, to'g'ri. Prezentatsiya bo'ladi, ya'ni oxirida reklama jarayoni bo'ladi, lekin men maqsadim bu emas. Ma'qul keladigan emas, pakolsiylar bo'ladi, majburiy emas. Xo'p. Bizda aksiya bozorida spot tashlash tanlandi. Kriptovalyuta birjasi bor. Bu ham hozircha pauzada. Endi bizda shuni trendga chiqib ketgan forex yo'nalishi. Forex yo'nalishida siz nimalar bilan savdo qilasiz? Misol uchun tillar bilan, valyuta paralari bilan savdo qilasiz. Bu yerda neft bilan savdo qilishingiz mumkin, lekin prosta nomiga savdo qilasiz. Ya'ni yoki o'sishiga pul tikasiz, yoki tushishiga pul tikasiz. U holatda sizga qiladigan savdoingiz to'g'ri, ya'ni joiz bo'lmaydi. Sababi sizga egalik huquqi o'tmaydi, egalik huquqi berilmaydi sizga. Shuni hisobiga ham unda ishlash tavsiya qilinmaydi. Ikkinchi tomoni bor. Bunda kontrakt ko'proq contract for difference bo'ladi, ya'ni kelishuv, savdo kelishuv. Misol uchun bitta narsani sotib olyapsiz, uni naqd pulga sotib olishingiz mumkin yoki kreditga. Yoki qanaqadir vaziyat bo'lishi mumkin. Naqd yoki kredit, ikki xil variantda. Umuman bizning raqamimizda savdoda. Endi sizlarga farqini tushuntiraman. Mana bu spot, o'zingiz pulingizga savdo qilasiz. Mana bu contract for difference. Bu CFD savdo. Endi qaranglar. CFD savdosi bilan shug'ullanyapsizlar, spot bilan shug'ullanyapsizlar. Ikkalasining ham narxi $100. Endi siz spotda savdo qilyapsiz. Misol bitta aksiyani oldingiz, mana bu aksiyani oldingiz 20% yurish berdi. $20 foyda qilyapsiz. Misol 10 kun vaqt ketdi deylik. $20 foyda qildingiz $100 dan. Bu realni holatda. Endi contract for difference qanaqa bo'ladi? Ya'ni futuresning holatda. Bunda siz misol uchun futuresda 10x, ya'ni 10 plecho ishlashingiz mumkin yoki misol forexda ham bo'ladi. Misol uchun 1 ga 10, 1 ga 20, 1 ga 50, 1 ga 1000, 1 ga 2000 shunaqa plecholar bor. Ya'ni bu 1 ga 1000 degani 1 ni 1000 qilib beraman degani. Misol uchun oddiy 1 ga 10 plechoda 20% vaziyat ushlagan taqdiringizda ham sizda mana bu $100 pul bilan kirgandingiz-ku. $100 pul $200 $300 bo'ladi, $200 foyda bo'ladi. Unda o'ylaysizlar ichida men $100 dan $200 topdim, shu tradingdan 10 kunda. Prosta buni tagida marja yotadi. Kreditning qarzi yotadi. Lekin u narsa to'g'ri narsa emas. Unga kirish kerak emas. Yetakchi u narsa vobshida tavsiya ham qilinmaydi. Farq shunda. Halol holatda ishlab tursiz, $20 foyda ko'ryapsiz, contract for difference bilan $200. Siz o'ylab ko'ring, Instagramda ko'rayotgan traderlarsiz qanaqa boyib ketyapti. Bu reallik. Shuning uchun forexga kirishni vaqtida tavsiya qilmayman. Forex ichida hamda spot bor, lekin bundagi spot da egalik huquqi berilmaydi. Misol uchun tilla sotib oldingiz, tilla sizga bo'lmaydi. Aksiya sotib oldingiz, aksiyada sizga egalik huquqi berilmaydi. Shuning uchun ham bunda savdo qilish umuman olganda tavsiya qilinmaydi. Xo'p, keyingi prezentatsiyaga o'tishdan oldin bitta yozib olinglar, hammasi yaxshi ketyaptimi? Men yana qo'rqib qoldim, chunki shuncha gapirdim biroz oldin. Ovozim eshitilmagandan prezentatsiya ko'rmagan. Yozib olinglar, okeylar. Zo'r yaxshi ketyapti. Juda yaxshi. Xo'p, zapis bo'ladimi efir? Zapis bo'ladi, men YouTube'ga joylab qo'yaman buni. Chunki boshqalar ham kirish kerak. Ko'rish kerak bu narsani. Ana aytadi-yu, shoshiling, webinarimga kiring. Bir marta bo'ladi, qaytib bo'lmaydi, zapis qilinmaydi. Yo'q, u marketing. Maqsad kurs sotish bo'ladi shunaqa deyotganlar. Menga realni farqi yo'q. Xohlasangiz kiring, ko'ring. Mendan ko'ra sizga ko'proq foyda. Menga foyda bo'lsa bironta kursum sotilar, boshqa narsalar. Muhim mani shaxsiyatim ochiladi hozir sizlarga. Mani tanishinglar oshadi, balki kimdir hurmat qiladi, boshqa bo'ladi. Men shu narsa kerak menga. Ko'proq. Xo'p.
Endi keyingi qismga o'tamiz. Biz endi aksiya bozorini tanlab oldik. Sababini tushuntirdim. Egalik huquqi o'tadi bunga dedim. Endi qaranglar. Fond birjasida ikki xil savdo tovari mavjud. Birinchisi aksiya, ikkinchisi obligatsiya. Endi biz aksiya bilan savdo qilamiz. Nimaga? Chunki aksiya bu kompaniyaning ma'lum bir bo'lagi, ya'ni ma'lum bir ulushi. Siz aksiyani sotib olganingizdan keyin bunga egalik qilasiz. Ya'ni foydasiga ham, ziyoniga ham sherik bo'lasiz. Bunda o'ylashingiz mumkin, foydasiga ham, ziyoniga ham sherik bo'lsam, nimaga minus bo'lib qolish holati bo'ladi deyishingiz mumkin. Endi siz bu yerda savdo qilayotgan vaqtda sizga savdo qilish uchun variantlar juda ko'p. O'zingizga yaxshi tahlil qilib, bilim bilan ishlaydigan bo'lsangiz, faqat siz minusga tushib ketadigan kompaniyalarni ko'proq sotib olmaysiz. Bilim bilan savdo qiling, yaxshi kompaniyalarni sotib olasiz. Endi bo'lib turadi, massa bo'ladi. Ba'zi vaqtda sezmay qolasiz. Misol o'zimda ham bo'lib turadi bunaqa narsa. Yo, misol uchun stop loss qo'ymaysiz, narx tushib ketib qoladi. Shunaqa vaziyatlar bo'lib turadi lekin. U paytda ham kutib o'tiradigan bo'lsangiz, minusda sotmaydigan bo'lsangiz, qachondir narxga chiqib beradi, shuni sotib olsangiz bo'ladi. Aksiyani yana bitta plyus tomoni, misol bu endi sizga mulkda mabodo siz qo'pol qilib aytganda olinib o'tadigan bo'lsangiz ham, aksiyalaringiz bor sizlarni qonuniy anaqangiz bor-ku, merosxo'ringiz. Brokerga aloqaga chiqib, men shaxsi shunaqa merosxo'rman, menga o'tkazib ber aksiyalarni o'tkazib beradi. Faqat qonuniy hujjat talab qilishingiz kerak. Bu dunyodan o'tgan odamni qonuniy merosxo'ri, ya'ni vasiy deydimi, merosxo'r deydimi, shunaqa xullas. Men bilganim shu unchalik chuqur bilmayman bu narsani. Xullas, mulk bu sizga, narx tushib ketadimi, ko'tarilib ketadimi, bu sizniki. Faqat aql bilan investitsiya qiladigan bo'lsangiz, bilim bilan investitsiya qiladigan bo'lsangiz, ko'tariladigan kompaniyani olasiz. Aytganimdek, sal-pal bo'lib turadi. Endi obligatsiya. Fond birjasini umuman ikkinchi tovari. Obligatsiyalar bilan savdo qilish shanan tomonidan to'g'ri emas. Sababini aytaman. Aksiyani oldingizda, endi bu sizni ma'lum bir muddatdan qaytib berishga emas. Obligatsiya degan narsa bor. Endi bu davlatlarda ham bor, ko'p kompaniyalarda ham bor. Xullas, bu ham aksiyaga o'xshab targ'ibot qilinadi, lekin tegib boshqacha narsa. Misol uchun siz obligatsiya sotib olyapsiz-da, aytilinadi. Ya'ni shu sotayotganlar aytadi. Xullas, bizani mana bu kompaniyaning obligatsiyasi narxi $100 misollar. Siz 6 oy bizani obligatsiyamizga egalik qilasiz. 6 oydan keyin o'zimiz qaytib olamiz obligatsiyani sizdan. Misol uchun narxi $100 deydi. 25% sizga garantiya beramiz, 6 oydan keyin 25% ko'pi bilan pulni qaytib beramiz deydi. Bu yerda aniq foyda ko'zlangan bo'lsa, aniq naqa bo'ladigan bo'lsa, narx aytilinadigan bo'lsa, to'g'ri kelmaydi. Ya'ni umuman investitsiya holatida bu. Lekin prognoz bo'ladigan bo'lsa, bu endi bu yerda kompaniyalar misol uchun savdo qiladi, foyda ko'radi yoki minus ko'radi-ku. Bu yerda kompaniya o'lib, yopilib ketadimi, boshqa bo'ladimi, qiziq emas, sizga qaytib beradi obligatsiya. Chunki uni o'rtasida davlat turadi. Kompaniyalar nimani hisobiga bizdan, misol uchun, ya'ni investorlardan pul oladi, obligatsiya sotib, bankka bir qanaqadir vaziyatlarni tushuntirgandan ko'ra xalqqa tushuntirgan yaxshi. Shuni hisobiga ham. Bunda obligatsiyada egalik huquqini bermaydi-da. Bankdan kredit oladigan bo'lsa, kompaniyaning qanaqadir yerini yoki binosini zalogga olib qoladi. Lekin obligatsiya olyapsizmi, siz undan zalog so'ramaysiz, boshqa qilmaysiz. Aksiyada o'sha mulkni berib yuboradi sizga. Farq shunda. Shunaqa qilib biz faqatgina aksiyalar bilan ishlaymiz, shu spotda. Xo'p, endi aksiyalar bilan biz qaysi bozorda ishlaymiz? NYSE va Nasdaqda ishlaymiz biz. Sababini tushuntiraman. Bu Amerika fond birjasi. NYSE bu New York Stock Exchange tashkil etilgan 1792-yilda. Joylashuvi shu Wall Street. Kinolarni ko'rgansizlar bu narsani. Qancha? Endi bu yerda o'rtacha 2400 dan oshiq kompaniya bor. Endi shu mashhur kompaniyalari Apple, Coca-Cola, Boeing, shunga o'xshash kompaniyalar. Bu bittasi. Ikkinchisi Nasdaq. NYSE bilan Nasdaq shu почти kollaboratsiya holatda bitta ishlaydi. Misol Amerika bozoriga kiradigan brokerda ishlaydigan bo'lsa, misol hozir Interactive Brokers va Amanada ishlaydigan bo'lsangiz, ikkalasiga ham bir vaqt olib kiradi. Nomlanishi shu Amerika fond bozori deb aytilinadi buni. Xo'p, bu 1971-yilda tashkil topgan. Bunda 3,5 mingtadan oshiq kompaniya bor ekan. Mashhur kompaniyalar Microsoft, Tesla, Amazon, Nvidia, shunga o'xshash kompaniyalar.
Biz ikkalasi bilan ishlaymiz. Endi savol, nimaga O'zbekiston bozori bilan emas? Shuni bir yozinglar sizlar qani, aktivlarni ko'raylik. O'zi eshityapsizlarmi, quloq solyapsizlarmi? Nimaga biz ishlamaymiz O'zbekiston bozori bilan yoki Xitoy bozori bilan? Nimaga Yaponiyani bozori bilan ishlamaymiz biz? Qani gruppamni kommentariyasiga yozinglarchi. Men hozir post tashlab qo'yaman. Ekran joyiga qaytdim, orada uzilib qoldi hozir. Xo'p, qimmatmi? Likvid yo'q o'zibda, chunki savdo aylanmasi juda kam. Qimmatmi? To'g'risi bor-ku, ana ekranni bitta ko'rib olinglar, ekran ko'ryaptimi prezentatsiya? Orada bir uzilib qoldi hozir. Qayli, buni sizlarga tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda O'zbekiston bozorida savdo aylanmasi juda kam. Aniq hozir men raqamlarni eslolmayman, yaqinda ko'rganim juda kam. Qimmatmi degan savolingizga javob yo'q. Men o'zim shunaqa tanishlarim bor, fond bozoriga investitsiya qilishganda. Bo'ldi, endi ovoz bor. Shunaqa eslatib turinglar. Chunki men realni qiynalib ketdim. Oldingi vebinarlarda biza professional kameralarda qilardik. Men prosta hozir bitta MacBookda qilyapman hammasini. Prezentatsiyani ham, zapisni ham hammasini bitta MacBookda qilyapman, shuni hisobiga. Xo'p, qaranglar, boshdan tushuntiraman. Birinchi savollardan qimmatmi? Likvid yo'q o'zibda, chunki savdo aylanmasi juda kam. Qimmatligiga ishlamaydi emas. Juda arzon, kelibsiz 1000 so'mdan ham aksiya topa olasiz. 10 ming so'mdan ham, 100 ming so'mdan aksiya topa olasiz. Men taniydigan, biladigan O'zbekiston investorlari uchun realni narx qiziq emas. 1 million dollar, 2 million dollar umuman ular uchun, ya'ni siz u bizga 102 dollardek gap. Xo'p. Brokerlar Amerikadagidek rivojlanmagan bo'lishi mumkin. O't ana realni komissiya juda baland. Kompaniyalar ham kam. Juda yaxshi. Xo'p, endi meni fikrimni eshitinglar. Birinchisi, savdo aylanmasi juda kam. Ikkinchisi, raqobat kam, ya'ni raqobat degani treyderlar juda kam. Bu yerda narx talab taklifga qarab beradi. Juda ham treyderlar kam. Eng sirli joyini aytaman, O'zbekistonda buxgalteriya noto'g'ri hisobot beradi. Ya'ni to'g'ri hisobot bermaydi. Отчетlar chist emas. Kredit misol uchun savdo qilmoqchisizda. Variantlar bor. Misol uchun bitta kompaniyani ko'rdingiz, uni qanaqangi rivojlanishini, o'rtacha necha foiz daromad berishini, uni na bir grafikasini ko'rasiz. Hech narsa yo'q. Prosta o'zingiz bilgan, tanigan, shu yoshlikdan eshitgan kompaniyangizga aksiyasini sotib olishingiz to'g'ri keladi ko'proq holatda. Shaffoflik juda kam, realni. Komissiya juda baland. Shuning uchun ham men shu ishlamayman. Endi men bu Nise bilan Nasdaqda butun dunyo kompaniyalari bor. O'zbekistonniki menimcha bor, bitta, ya'ni qiziq ko'rmaganman. Xitoy aksiyalari ham bor bunda, Yaponiya aksiyalari ham, qarchi butun dunyodagi katta kompaniyalar Nise bilan Nasdaqda bor. Bu yerda eng kamida bir 10 million dollarlik kompaniyalar qabul qilinadi. Ko'proq bu yerda Nise bilan Nasdaqda Amerika bozorida normal holatdagi aksiyalar, mikro kap aksiyalar 250 million dollar. Million dollar, milliard dollar, trillion dollar. 250 million dollardan men ko'rganlarim shu 4,5 trillion dollargacha. U ham 4,5 trillionga qaysi chiqqanda, elimizda chiqqanmidi yo Tesla chiqdimi, shu yani o'tgan yil. Eng pikka chiqqan vaqtda endi bitta kompaniyani kapitalizatsiyasi. Shunaqa. Shuning uchun ham ya'ni bu yerda Amerika bozoridagi savdo aylanmasi, buni ham aytib o'tib ketmanman. Nise bilan Nasdaqni bitta qiladigan bo'lsak, menimcha 2025-yilda
100 trillion dollar atrofida. Savdo kapitalizatsiyasi. 6600 tami, 6200 tami aksiya bor. Ya'ni 6200 tami shunaqa kompaniya bor. 2024 da 90 trillion dollar atrofida edi kapitalizatsiya. 2025 da aniq narx bilmadim, 100 mingga chiqqandir. Lekin 2030 gacha shunaqa prognozlar bor. 200 trillion dollargacha chiqish ehtimollari ham bor ekan. Shunaqa. Yozib turinglar, men real qanaqadir fikrlar kelmasa, cho'ta nimadir yemayapti degan savol kelib qoladi menda. Xo'p. Endi bu yerda kompaniyani sotib olganimizdan keyin bizga egalik huquqi bo'lish kerak dedim sizlarga. Endi egalik huquqi qanaqa bo'ladi? Ya'ni shar'iy holat qanaqa bo'ladi? Ovoz zo'r yaxshi ketyapti, rahmat aka. Xo'p, biz aksiyalarni sotib olganimizdan keyin nimadan boshlasak bo'ladi treyderlikni? Hozir aytib o'tdik bu narsani. Biz aksiyalarni savdo qiladigan vaqtimizda savdo amaliyotimiz o'rtacha investitsiyamiz 3 kundan boshlanadi minimal, misol savdo vaqti. Sababi bu yerda T+1 qoidasi mavjud. Ya'ni biz aksiya egalik qilamiz dedim-ku, aksiya endi misol qimmatli qog'oz. Buni sotib olganimizdan keyin sraz bizning nomimizga o'tmaydi. Sraz bizning nomimizga o'tmaydi. Bir kun vaqt ketadi. Ya'ni aksiyani birjadan olib, siz skladingizga joylagangacha. Ya'ni shunaqa deyiladi, lekin aslida aksiya elektron variantda bo'ladi, PDF holatda bo'ladi. Prosta o'zingizda bitta yacheykangiz bo'ladi, ya'ni bitta o'zingiz qanaqadir joiz bo'ladiki, brokerda o'sha yerga joylab qo'yadi. Broker. Shunga bir kun vaqt ketadi o'rtacha. Agar shotingiz 25 ming dollardan ko'p bo'ladigan bo'lsa, почти 15-20 mingta sizni nomingizga o'tkazib qo'yadi brokerlar. Bu yerda ham bor, oz bo'lsa ham nima deydi? Monopolistik vaziyat. T+1 qoidasiga amal qilmasdan ishlaydigan bo'lsangiz, spotda ishlaydigan, joiz kontraktda ishlaydigan brokerlarda sizni bunaqa savdo qilishga ruxsat bermaydi. Ya'ni siz bloklab qo'yadi. Masalan, interaktiv brokerda shunaqa, amana brokerda shunaqa. Bu yerda shu olgan aksiyamizni konuşlashimiz kerak. Ya'ni day trading, ya'ni bugun olib sira sotish mumkin emas. Lekin mana bu forexlarda egalik huquqi ham bo'lmaydi, hech narsa yo'q deydi-yu. Real unda farqi yo'q. 1 soatda ham savdo qilasiz bo'laveradi. Aytmoqchisizki, aksiya sotib olib ishlasangiz joiz, to'g'rimi? Ha, faqat shu anaqada bo'ladigan bo'lsa-da, spotda bo'ladigan bo'lsa. Biror kompaniyani aksiyasini sotib olsak, o'sha kompaniya foydani ma'lum qismini beradi, to'g'rimi? Misol uchun shunaqa bo'ladi. Siz kompaniyani misol uchun 1% aksiyasini sotib olishingiz mumkin yoki bittasini sotib olishingiz mumkin. Misol qilib aytaman, Tesla kompaniyasini 3 milliard donadan ortiq aksiyasi bor. 3 milliard donadan ortiq aksiyasi bor. Kompaniyani kapitalizatsiyasi bo'ladigan bo'lsa 1 trillion dollar atrofida. 3 milliardta aksiya, misol uchun 320 dollarmi shunaqa. Shu 1 trillion dollarga borib qoladi kapitalizatsiyasi. Endi siz Tesla aksiyasi misol 320 dollar deylik, bittasini sotib olyapsiz. Foydani 3 milliardga bo'ladi-da, xuddi shuni sizga tashlab bermaydi u yerda. Prosta aksiyaning narxi ko'tarilib qoladi. Shu siz foyda hisoblanadi. Dividend ham beriladi ba'zi bir holatda. O'sha kompaniya zarar ko'rsa, siz ham zarar ko'rasiz. Misol uchun, kompaniyaning kapitalizatsiyasi 1 trillion dollar edi. 10% tushdi, 900 trillion dollar bo'lib qoldi. 900 milliard dollar bo'lib qoldi. 10% tushgandan keyin, misol 300 dollardan olgan aksiyangiz 10% tushadigan bo'lsa, 270 dollarga tushib qoladi. Xuddi shunaqa zarar hisoblanadi, foyda va zarar. Qancha ko'p pul kiradigan bo'lsa kompaniyaga, sizni aksiyangiz narxi ko'tariladi. Pul chiqadigan bo'lsa, pul anaqa, ya'ni sizni anaqangiz ham pasayadi. Daromad, ya'ni sostengiz ham pasayadi. Xo'p, aksiyani sotib olgandan keyin uni shartnomasini yuklab olsa bo'ladi. Mana brokerskiy предложениyadan yuklab olsa bo'ladi. Uni o'zingizga qimmatli qog'oz sifatida chaqirtirib olsangiz ham bo'ladi aksiyani. Faqat rasxodlari bor. Endi men bu oddiy kompyuter qog'ozga chiqarib bermaydi aksiyani. Qimmatli qog'oz bo'ladi. U misol o'shani narxini to'laysiz, ya'ni pochta rasxodi bo'ladi-ku, shuni to'laysiz, sizga jo'natib yuboradi broker. O'zi umuman olganda ne stoyt bu
aksiyani qog'ozini chaqirtirish. Xo'p. Amanada joy o'zgarsa hech qanday xavf yo'q. Xavf yo'q, muammosi ishlayverasiz. Xo'p, bunda savollarga hozircha ozgincha to'xtalib turinglar, savollarni yig'ib turinglar. Webinar oxirida savollarga javob beramiz. Xo'p, endi bizga tushunoldik, T+1 qoidasi bilan ishlaymiz. Endi bizga kompaniyalarning halolligini aniq qiluvchi, legirovka qiluvchi va kompaniya to'g'ri faoliyat yurityapti, halol ishlasa bo'ladi yoki ishlab bo'lmaydi deb aniqlab beruvchi tashkilot bor. Ya'ni bu AOFI tashkiloti. Yozilishi mana yozilgan AOFI. Aytilishi IOFI deyiladi. Bu audit kompaniya aslida faqat islomiy moliya tamoyillari asosida ishlaydi. AOFI. Sodda tushuntiraman. Sizning kompaniyangiz bor yoki просто yatibingiz bor yoki MCH'ingiz bor. Sizni buxgalteringiz bo'ladi, to'g'rimi? Adresda ishlab отчет topshiradigan. Отчет topshirilgandan keyin soliq tekshirishdan oldin yoki davlatning asosiy tekshiruvga borishdan oldin ko'proq katta kompaniyalarni audit kompaniyalari tekshiradi. Audit kompaniyalar ko'proq mana shu cheklarini, misol uchun 1 millionta tovar sotgan bo'lsa, har bitta 1 millionta tovarni fiskal chekini tekshirib o'tirmaydi. U soliq ishi. Lekin AOFI kompaniyani ya'ni umuman audit kompaniyani anaqasini tekshiradi. Misol uchun kapitalizatsiya qancha naqd puli bor? Binolarni hisoblaganda o'zini umumiy kapitalizatsiyasiga qancha turadi? Misol uchun 100 ming dollarlik kompaniya 20 ming dollarlik binosi bor. Qanaqadir 30 ming dollarlik uskunalari bor. Qo'lida 20 ming dollar bo'sh puli turibdi. Tayyor sotilmagan tovarlar bor. U ham misol uchun 10 ming dollar atrofida bo'ladi. Mana shunaqa yig'ilinadi bu narsa. Bu yerda AOFIning ya'ni islomiy qoidalar bor. Bu yerda misol uchun sizlarga sodda qilib tushuntiraman. Kompaniyani tekshirishda birinchi mezon bu kompaniya to'g'ri faoliyat yuritishi. Misol uchun spirtli ichimliklar ishlab chiqarmasligi, xullas nojoiz bo'lgan tovarlar ishlab chiqarmasligi. Undan ham tashqari kompaniyaga keladigan daromadlari joiz bo'lishligi. Undan ham tashqari misol uchun ko'p kompaniyalarda kredit bo'ladi, qarz bo'ladi. Foizli qarz bo'ladi. Xuddi shularga ma'lum bir miqdorda ruxsat berilgan, ya'ni AOFI men shunaqa eshitganman. Bu realniy bor narsa bu narsa. Ko'p kompaniyalarda kredit bo'ladi, bankdan kredit bo'ladi yoki qanaqadir joylardan yoki davlatdan. Imtiyozli yo imtiyozsiz shunga o'xshash narsalar. Kreditini umumiy kapitalizatsiyaga asosan 33% gacha ruxsat berilgan. Ya'ni 3 dan 1. Qarzlar, misol uchun kompaniya statsionasi 100 ming dollar edi. 33 ming dollargacha kompaniyaning krediti bo'ladigan bo'lsa, unda u normal holatda deyiladi. Undan ko'p bo'ladigan bo'lsa, xavf ham yuqori bo'lib ketadi, joiz bo'lmaydi deyshadi. Kompaniyaning qo'lidagi naqd puli. Bunga ham qarashadi. IOFI bu bir tomondan moliyaviy sog'lomlik ko'rsatkichni ham aniqlab beradi. Misol uchun kompaniyaning qo'lida naqd puli bo'ladigan bo'lsa ko'proq, misol uchun kompaniya zararga ishlagan vaqtida shu naqd pulidan yopib ketaveradi. Aksiya narxi tushib ketmaydi, mabodo minus bo'lib qoldimi, qo'lda naqd pulidan muammolarni yopib yuboradi. Sassiyani shunda turaveradi, ya'ni narx tushib ketib, boshqa narsa bo'lib qolmaydi. Xo'p, necha yildan beri trading sohasidasiz? Xo'p, bu haqida bir batafsil keyinroq gaplashamiz. Hozir dars bo'lmaganimiz ma'qul. 4 yildan beri ishlayman men. Shunaqa. IOFI tekshiradi. Endi biz kompaniyani halolligini qayerdan bilamiz? O'zini preklajenalari mavjud. Misol uchun Musaffa, Zoya, Islamic Kli shunga o'xshagan preklajenalar. Bular через IOFI orqali ishlaydi. Просто platformaga kirib turib kompaniya nomini yozadigan bo'lsak, bizga chiqarib beradi. Halol halol emas. Shundan ko'rib olishimiz mumkin. Xo'p, endi sizlar kutgan joy. Nimaga savdo qilayotgan jarayonda investitsiya qilamiz-ku, bittasi nojoiz, bittasi joiz bo'ladi. CFD kontrakt, forex va futuresda ishlaydigan kontrakt. Bu contract for difference, ya'ni tafovut bo'yicha bitim. Bu bitim ko'proq forex-da, futureslarda ko'p tarqalgan. Aslida bu yerdagi jarayon chayqov amaliyoti. Buni forex umuman futures dalollar taklif qilishadi. Misol uchun 100 dollarga aksiya 120 dollarga chiqadi deb misol prognoz qilasiz. Chiqqandan keyin siz foyda ko'rasiz. Shorting degan narsa bor birjada. Ya'ni aksiyani tushishiga foyda ko'rish,
Bu faqatgina contract for difference uchun ochiq. Bunda ham işte savdoingiz ham joiz bo'lmaydi. Contract for difference da hali endi tushuntirgan narsam kredit olasiz. Ya'ni marjaviy savdo amaliyot qo'shiladi bu yerga, kreditni pulicha olasiz. $100 pulingizni $1000 qilib beradi. $1000 misol uchun 10,000 qilib beradi. Shunga o'xshash narsa. Bu narsa tavsiya qilinmaydi lekin. Endi spotda qanaqa bo'ladi? O'zingiz bor pulingizga savdo qilasiz. O'zingiz bor pulingizga savdo qilasiz bu yerda. Ana, o'zingiz yo'q pulga savdo qila olmaysiz. Bu real, misol uchun ko'chada qiladigan savdoga o'xshash. Misol uchun mana telefonda oldingiz, narx o'sish kutilayotganda, men hozir necha pul? 14 max. Hop, $600 deylik. Mabodo qanaqadir vaziyat bo'ldi-da, O'zbekiston telefon narxlari qimmat bo'lib ketdi. $700 ga chiqqanda sotasiz. Yo bo'lmasa telefon ko'payib ketadigan bo'lsa, narx tushib ketadi, $500 ga tushib qoladi. Vot. Sizda turibdi, sotmadingizmi? $600 ga olganingiz, to'g'rimi? Uni o'zingiz bilasiz. 600 ga chiqqanda sotib bo'ladi yana. Misol uchun aytayapman. Qo'limga shu narsa tushib qoldi. Mana shunaqa misollar bilan keltirib tushuntirishni yoqtiraman, chunki odam yaxshiroq tushunadi. Shunaqa. Bunda sotmasangiz sizniki. Mabodo minusga tushib qolsa. Lekin yaxshi tahlil bilan ishlab turib, to'g'ri holatda ishlagan bo'lsangiz, o'sha sotmasdan o'sgandan keyin ham sotsangiz bo'laveradi. Hop, bir yozib oringlar. Qanday bo'lyapti? Tushunyapsizlarmi? Agar shu yergacha savollar bo'ladigan bo'lsa, yozib oringlar. Bundan boshqa savollar emas. Biz sizlar bilan Amerika bozorida ishlashimizni gaplashdik, spot va CFD'ni gaplashdik. Endi sizlar bilan brokerlar temasi haqida gaplashamiz. Savdo vositachisi va bizani savdoga olib kiradigan aslida kompaniya, misol inson deb nazarda tutamiz biz. Bu broker bo'ladi. Bu investor bilan fond birjasining o'rtasida vositachilik qiluvchi litsenziyalangan shaxs yoki kompaniya. Bu brokerlar mijozlar tomonidan qimmatli qog'ozlarni sotib olish va sotish xizmatini taklif qiladi. Misol uchun siz sotmoqchisiz Apple aksiyasini, misol narxi $200 deylik, приложение orqali prosta telefoningizdan buyruq berasiz. Shotingizda pulingiz bo'ladigan bo'lsa, Apple olgan menga deysiz, davay oladi. Sodda tushuntirganda shunaqa. Buning uchun broker kompaniyadan siz hisob ochishingiz kerak bo'ladi. O'zingiz ma'lumotlaringizni kirgizib hisob ochasiz va savdoni shundan keyin boshlaysiz bo'ladi. Savdoni boshlagandan keyin o'zi siz tradersiz. Yo foyda qilasiz, yo minus qilasiz. Aql bilan ishlang, foyda qiling, farqi yo'q, bosib oling, minus qilasiz. Shunaqa. Endi brokerda juda ham turlari bor. Contract for difference ishlaganlari ham bor, spotda ishlaganlari ham bor. Men sizlarga shu tavsiya qilaman, Interactive Brokers va Amana Brokers. Hozir priложенияларni ko'rsaman, yuklab olishinglar kerak bo'lgan platformalarni. Endi broker xizmatlariga bir kelamiz. Broker sizga oddiy telefonda yoki notebookda buyurtmalarni amalga oshirishga yordam beradi, hisob va fakturalarni saqlaydi. Ya'ni siz aktivingizni himoya qilib beradi. Misol uchun Interactive Brokers $500,000 gacha siz pulingizni himoya qilib beradi. Olib chiqib ketolmaydi degan gaplar bor. Bu real narsa. Ya'ni hech kim o'g'irlamaydi. Chunki u brokerning skladida turibdi, shifrlangan u. Shuning hisobiga bu yerda bemalol qo'rqmasdan ishlasa bo'laveradi. Xo'p. Bu yerda endi qo'shimchasiga brokerlarning qo'shimcha taklif qiladigan narsalari ham bor. Ya'ni sizga moliyaviy maslahatlarni taqdim qiladi. Endi bu yerda shunaqa tomoni bor, brokerlarni hech qaysi broker faqat sizga halol savdoni taklif qilmaydi. Bu yerda marjali savdoni ham, futuresni ham boshqalarni taklif qiladi. Chunki endi ko'proq mana bu chiqargan brokerlar brokerlarning shu fishkasi bor. Spot bo'ldimi, sizga joizlik holatlarini bera oladi. Ya'ni shariy mezonlarga to'g'ri keladi. Lekin contract for difference bo'ldimi, to'g'ri kelmaydi. Ya'ni marjali savdo boshqalar. Analitik maslahatlarni ham beradi sizga. Ishonchli brokerni qanday topsa bo'ladi? Hozir tushuntiraman buni ham. Ozgincha kutib tursangiz. Bundan keyingi anaqa prezentatsiya. Xo'p, endi qaranglar. O'zimiz uchun bitta kompaniya tuzib ko'ramiz sizlar bilan. Misol uchun bizani
qanaqadir shu narsa tovar ishlab chiqaradigan kompaniyamiz bor. Misol mana bu galofkani ishlab chiqaradigan kompaniyamiz bor. Endi bu kompaniyamiz nomi misol Apple deylik, endi hamma biladigan osonroq. Buni kompaniyani umumiy qiymati bo'ladi. Ya'ni sostenasi, ya'ni savdo aylanmasi bo'lishi mumkin, umumiy kapitalizatsiya deb aytiladi bu narsa. Kompaniyaning baholanayotgan narxi. Bu misol uchun 100 ming dollar deylik. Endi biza aksiya chiqarganmiz, misol uchun aksiyalarimiz soni bor, 20 mingta aksiyamiz bor bizning. Bu kompaniya 20 mingta aksiyamiz bor deb bizani 100 ming dollar 20 mingga bo'ladigan bo'lsa, har bitta aksiyangiz 5 dollardan to'g'ri keladi. Endi misol uchun biza отчет berdik investorlarga, xullas biza mana bu Apple kompaniyasimiz xudo xolasa mana shu yil oxirigacha bizda shunaqangi hamkorliklar bor. Siz 50% o'sishcha kutilyapti deyiladi, misollar. Yoki biz bunaqa zakazlarimiz bor. Mana bitta investor keldi, bu kompaniyaga 50 ming dollar investitsiya qildi. Kompaniya o'zi 100 ming dollar deydi, to'g'rimi? Endi kompaniyaning narxi oshdimi? Endi siz misol uchun aksiya olgan bo'lsangiz, shu momentda 5 dollar olgandingiz, narxi 10 dollarga chiqdi. Tabiiyki, uzr, 50% qo'shiladigan bo'lsa 7,5 dollar. 7,5 dollarga chiqdi. 50% misol foyda oldingiz, sof doxod. 1000 dollarga olgan bo'lsangiz 1,5 ming bo'ldi, plyus 1,5 mingga olgan bo'lsangiz, ya'ni 10 mingga olgan bo'lsangiz 15 ming bo'ldi. Shunga o'xshash narsa. Endi umuman olganda trading sohasi qanaqa ishlaydi? Bu yerda misol kompaniyani vaziyatini tushuntirdim. Kompaniya investorlarga aksiyalarni taklif qiladi через birja orqali. Ya'ni shu birja и broker orqali. Endi bu yerda kompaniya bu yerda birja. Kompaniya birjaga qo'yadi aksiyalarni. Endi siz premyo sota olmaysiz buni, через broker sota olasiz. Chunki misol siz kompaniyaga borib, Apple'ga borib, eshikni taqillatib, menga 1000 dollar aksiyani ber, yo'q. Boshqa qilib. Umuman u yerda juda ham sir vaziyat ketadi. Shunaqa, bu yerda shunaqa struktura mavjud. Kompaniya, birja, broker va siz. Endi brokerni ham bilib oldik deylik, hozir men sizlarga platformasini ko'rsataman, boshlash uchun kerak bo'ladigan. Endi bu yerda biz kompaniyalarni sotib olayotgan vaqtda tahlil jarayonini amalga oshiramiz. Ya'ni biz brokerdan hisob ochdik, savdoni boshladik, bo'ldi, biz уже trader degani emas. Bizga kerak bo'ladi texnik analiz. Bu grafikalar orqali qilinadi. Ikkinchisi fundamental analiz. Fundamental analizda kompaniyaning yangiliklari, kerak bo'lsa mish-mishlari, отчетлari, kerak bo'lsa fundamental holatga mana bu siyosiy vaziyatlar ham kirib ketadi. Misol uchun Amerikaning aksiyalariga mana bu Trump tog'ani aytayotgan gaplari, qilayotgan ishlari ham juda ta'sir qiladi, yaxshigina. Shunaqa, bu yerda endi tahlil jarayonini o'tkazishingiz kerak, lekin mana shu ikkala jarayon sizni ancha vaqt uzoq qo'yadi. Misol uchun siz trader bo'lish uchun borku, men ofisimga kelsangiz bir 3 soatda siz trader qilib qo'yaman-da. Shunda plyus bilan kelasiz, informatsiyalar bilan kelasiz, shunda shot ochamiz-da, ko'zingizga pul tashlaysiz, bo'ldi, siz tradersiz. Lekin trader inson bo'ldi, уже telefonda prokajinasi bor, broker registratsiya qilgan trader degani emas. Bu tahlil va strategiyalarni bilish kerak. Aksiyaning narxi nimaga o'syapti, nimaga tushyapti, qancha narxga qachon o'sadi, qancha narxda to'xtaydi, boshqa bo'ladi, bularni bilish kerak. Buning uchun tahlil o'rganish kerak. Aynan mana shu jarayon sizni ko'proq vaqtingizni oladi. Ya'ni o'rganayotgan vaqtingiz, misol uchun 2 oylik kurs deymiz, 3 oylik kurs deymiz, boshqa deymiz, o'zi 2-3 kun ketadi xolos. Ana unga. Savdoga o'tib olishingizga. Lekin mana bu tahlil sizni ko'proq vaqtingizni oladi. Qanchalik darajada tahlilni mo'shni qiladigan bo'lsangiz, yaxshi qiladigan bo'lsangiz, sizda o'sha aniqlik darajasi shuncha yuqori bo'ladi. Endi kerakli bo'ladigan platformalar. Bularni screenshot qilsanglar ham bo'ladi, rasmga olsanglar ham bo'ladi. Sizlarga ozgincha vaqt beraman. Screenshot qiladiganlar bo'lsa, screenshot qilib yuklab olinglar.
yuklab olgan bo'lsanglar, keyingi qismga o'tamiz. O'z ovozim bormi? Men jim bo'lib qolinglar. Nechta odam bor o'zi efirda? 25 ta. Yaxshi. Xo'p, endi qaranglar. Bu yerdan bozorda qancha foyda olish mumkin? Ovoz bor. Xo'p, juda yaxshi. Bozordan qancha foyda olish mumkin? Dunyo treyderlarini, fond bozor treyderlarini statistikasi yillik depozitiga nisbatan 27-30%. Yillik. Siz bankka pulingizni omonatga qo'yadigan bo'lsangiz, bir yilda sizga 22-27% foydani taklif qiladi. Endi O'zbekiston treyderlari oylik 2-3% prognoz taklif qiladi. Yillik 25-30% foyda. Lekin bu real narsa. Va faktik ofisimga kelasizmi yoki mana bu Instagramga qaraysizmi, boshqa qilasizmi? Issiq joyga keling-da, shunaqa. Dokaz qilib qolaman bu narsani. Mani jamoamdagi ishlayotgan bolalar o'rtacha 5% dan 15% gacha bir oyda foyda qilyapti, shotga nisbatan. Misol uchun bu 10 ming dollarlik shotga bir oyda, misol uchun 15% bo'ladigan bo'lsa, 1,5 ming dollar foyda degani. Endi buni boshlash uchun katta pul kerak emas sizda. Misol 100 dollar bilan ham boshlayverasiz, 1000 dollar bilan ham, 4-5 ming dollar bilan ham imkoniyatga qarab boshlayverasiz. Shu boshlaydigan bo'lsangiz. Bankka pul qo'yish joiz emas shekilda, bankka pul qo'yish joiz emas. Men buni tavsiya qilmadim, prosta statistikani aytib o'tdim. Mana sizlar uchun eslatib qo'yay, bankka omonat qo'yishni tavsiya qilmayman. Prosta raqam bilan solishtirishchilar uchun aytdim bu narsani. Siz fond bozorida aksiyalar bilan ishlaydigan bo'lsangiz, ya'ni umuman misol uchun bizning strategiyadan foydalanib, shuncha ishlaydigan bo'lsangiz, umuman imkoniyatdan foydalanadigan bo'lsangiz, oylik 5-15% shuncha foyda olishingiz mumkin. Bu realniy hozirgacha bo'lib kelayotgan narsa. Shunday. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat. Ba'zi bir joylarni qisqa qildim, chunki buni men YouTube'ga ham kesib joylayman. Endi qaranglar, sizlar bilan savol-javob, bular passiv daromadmi? 5-15% endi ishlashingizga qarab bo'ladi. Buni YouTube'ga joylab qo'yaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Lekin efir tugamadi. Endi savolinglarni yozinglar bemalol.